Mana Shvetsariyaning pullari. Bu yerda 100 frank mana. 100 frankning ko'rinishi mana. Ikki xil tilda mana yozib qo'yibdi. Menimcha nemis va fransuz tillarida. Mana yana bir tomoni ko'rinishi mana. Mana 20 franki mana. Orqa tomoni mana 20 franken deb qo'yibdi. 20 degani o'sha 20 degani nemis tilida 20 degani, 20 frank deyilgan ekan. 20 frans degani menimcha fransuz tilida. Mana bu yerda kapalaklar rasmi bor ekan. Juda ham chiroyli pul ekan bu. Mana ko'rinishi. Mana bu Shvetsariyaning 50 franki ekan. Yashil rangda ekan, juda ham chiroyli ekan bu puli ham. Mana tangaligi bu 5 frank ekan. Mana 5 frank. O 2 frank. Ular mayda tangalari.